Mana masalan bitta bo'lgan voqea, bir ayol oldimga kelgandilar. Erlari bilan sevishib oila qurishgan ekan, judayam baxtli yashashar ekan. Lekin turmush o'rtoqlari undan ham baxtli yashagisi kelib ketibdi va ayolini jinsiy hayot bo'yicha savodxonligini oshirmoqchi bo'libdi. Unga kitoblar olib kelib beribdi, jurnallar olib kelib beribdi. Savodxonligini oshirgan deb talabni qo'yibdi. Ayol ham endi eri shu talab qilgandan keyin erim uchun ekan deb, u ham endi savodxonligini oshirgan. Lekin undan ham baxtli yashay boshlashgan. Lekin shunga qaramay erkak kishini yuragiga g'ulg'ula tusha boshlagan. Xotinidan shubhalanishi boshlagan. Bu zo'r bo'lib ketdi deb. Ishxonasi uzoq joyda ekan, uni yaqin joyga ishga o'tkazgan. Ko'chaning nari betli maktabga ishga o'tkazibdi. Shunda chiqadi, shunda keladi, ko'nglim xotirjam bo'ladi deb. Lekin bu ayolning maktabiga komissiya keladigan bo'lib qopti. Va maktab direktori hammani yig'ib o'qituvchilarni ertalab komissiya keladi. Bugun nima qilsanglar ham kabinetinglarni, hujjatlaringlarni menga ko'rsatib, topshirib ketasizlar. Menga desa 1 soatda qilinglar, menga desa yarim kechagacha qilinglar. Lekin ertalabgacha tayyor bo'lish kerak degan vazifani topshiribdi. Bu ayol juda tartibli ayol ekan, har doim hamma ishlarni vaqtida qilib yuradigan. Boribdi, hamma narsani u yon bu yoqqa 1 soat vaqti ketib, hammasini saromjonlab direktorga topshirib, xursand bo'lib, qolganlar uygalanib yotibdi. Men bu ishimni qilib bo'ldim-a deb xursand bo'lib uyga chiqsa, turmush o'rtog'i ishdan kelib, hovlida hayron bo'lib qarab turgan ekan. Nega ayolim shu paytgacha ishdan chiqmabdi deb. U ishidan xursand bo'lib kirib kelib, assalomu alaykum va yaxshi keldingizmi desa, sen qayerda yuribsan? Nima kech kelding desa, boyagi yaxshi kayfiyatning ta'sirida beixtiyor hazil qilib yuboribdi. O'ynab yuribman deb. Shundan uyga kirib ketibdi. Kimni almashtirgani? Hali erkak hovlida turgan joyda qotib qopti. Shok holatiga tushib, qayerda o'ynab kelyapti bu? Ko'zlari chaqnab kelyapti buni deb. Orqasidan kiribdi-da, qayerda o'ynab kelyapsan degan ekan. Voy, siz joyidanman, ishdan kelyapman, qayerda o'ynab kelaman. Mana shunaqa komissiya keladigan bo'lib qoldi. Hammaga shunaqa topshirib beruvdi. Yaxshi ham ishlarim vaqtida qilib yurgan ekanman. Birpas ishlarimni topshirib kelayotganga xursand bo'lib ketganimda sizga hazillashib o'ynab kelyapman devordim-da, adasi desa, "Yo, sen boy eshikdan keyinda to'g'risini aytuvding-a. Hozir to kiyimini almashtirguningcha yolg'on o'ylab topding. Endi menga to'g'risini ayt, qayerga borib o'ynab kelyapsan?" Voy, yuring maktabga chiqamiz. Men sizga ko'rsataman. Direktor bilan uchrashtiraman, nima degan, nima bo'lganini. Hammasiga ishonchingiz komil bo'ladi. Men senga hoshim emasman, xotinni orqasidan chiqib surishtirib yuradigan. Sen o'zing aytasan qayerga borib kelayotganingni. Voy, men faqat ishdan keldim, nimaga ishonmaysiz? Meni muammoyim boshlandi deydi. Hech qanaqa qilma ishontira olmayapman, ishonmayaptilar-da. Oxiri ko'payt kechasi uyg'onib ketsam, tepamda yig'lab o'tirgan bo'ladilar. Menga qara, sen o'sha kuni qayerga borib kelyaptiding? Voy, subhanalloh. Voy, nimaga siz o'zingizni qiynaysiz? Nimaga meni ham qiynaysiz? Bilasizku, men sizni o'lgunday yaxshi ko'raman. Men sizga juda sadoqatliman. Men ishdan kelyotgandim, hazillashib yetdim desam, yo'q, ishonmaylar. Oxir Qur'onni ushlab qasam ichdim. Ishonsinlar deb. Nima qilsam ishonasiz deymman. Nima shart qo'ysa hammasini bajaraman. U ham bo'lmadi. Oxirini lekin bir kun yetdilar. Nima qilsam ishonasiz degan ekan, suvga elektr tokini ulayman-da, sen qo'ling suvga tiqib turib, men pokman deb aytasan. Shunda ishonaman debdi. Shunga ham rozi bo'ldim. Kunda o'lgandan ko'ra bitta o'lib qo'ya qolay dedim-da, bo'pti o'lang. Qo'limni suvga tiqib turib aytaman, o'limni bo'ynimga olib turib aytaman dedim. Suvga uladilar tokka. Qo'limni tiqib pokman degunimcha, tok meni uloqtirib yubordi. Kasalxonaga olib borishibdi. Ko'zimga ketsam kasalxonada yotibman. Tepamda turibdilar-da, ishondim deyaptilar. Unga adam ham shu yerda turgan edilar, nimani aytibdi ering, nimaga ishondi, nimaga sen bu ishni qilding deb urishyaptilar. Qo'yavering, bu bizning o'zimizning muammoyimiz, o'zimiz hal qilamiz dedim, deyapti bu ayol. Erdan ko'ngli sovib bitmaganmikin bu paytgacha? U kurashyapti, oilasi uchun kurashyapti. Mayli, hamma narsaga tayyor, faqat eri ishonsa bo'ldi unga. Va uyga qaytarib olib kelishgan. Bir hafta 10 kun normalni yurdilar, o'zlarini yaxshi his qildilar, keyin yana boshlandi deydi. Oxiri er aytibdi, menga qara, men hech o'zim boshqara olmayapman. Seni ham qiynavordim, o'zim ham qiynalib ketdim. Uyingga borib bir hafta 10 kun turib kelgin, men seni ko'rmay, balki o'zimga kelib olarman deb meni uyimga jo'natdilar. Uyimda bir hafta 10 kun turganimdan keyin
ko'ch ko'lonimni mashinaga ortib jo'natib yubordilar. Biz yasholmas ekanmiz, biz ajrashamiz deb. Shunda ham men hech ham tashvishlanmadim, chunki men bilaman erim meni o'lgunday yaxshi ko'rishini va hech qachon mensiz yashay olmasligini ichimda xotirjamlik bor edi deydi. Lekin erim uylandilar deydi. Biz ajrashdik va uylandilar. Va uylangan kunlar hech ham chidolmadim deyapti. Shundan keyin men undan o'ch olgim kelib ketdi-da, o'sha uylanayotgan kun men erimga xiyonat qildim deyapti. Oradan yillar o'tdi, 1-2 yil o'tgach yana eri kelibdi. Men hech ham u bilan yashay olmayapman. Uni sani o'rniga hech ham qo'ya olmayapman. Shuning uchun meni kechirgin, men u bilan ajrashaman deb qayta senga uylanaman degan ekan. Keyin bu aytibdi, "Yo'q, men endi oldin pokiza edim. Ishonmadingiz. Endi siz uylanayotgan kun sizga xiyonat qilganman men. Shuning uchun endi qabul qila olmasangiz kerak" degan ekan. It tekkan oshni men yemayman debdi-da, chiqib ketibdi eri. Yana oradan 1 yil o'tgach yana kelibdi. "Men ajrashdim. Baribir sensiz yashay olmas ekanman. O'sha aybni ham men tufayli qilgansan. Mayli, men kechiraman. Biz yana qaytadan oila quraylik, yashaylik" deb yana keldilar deydi. Hatto otamga tiz cho'kib kechirim so'radilar. Chunki otam rozi bo'lmadilar, bu yana qilaveradi dedilar. Tiz cho'kib kechirim so'radilar va meni qaytarib olib ketdilar. Biz hozir birga yashayapmiz, lekin o'rtamizdagi o'sha sovuqlik hali ham ko'tarilgan emas. "Opa, men yashab yasholmayapman, ajrashib ajrasholmayapman, men nima qilay" deb ketdi. Bu sho'rlik ayol. Bunga yechim bormidi? Bitta hazil shunchalik darajada bir totuv, ahil, baxtli oilani parokanda bo'lishiga olib kelyapti. Chunki bu yerda noo'rin hazil. Hazil ishlatish bu oilada noo'rin. Juda o'ylab turib, hech kimga og'ir botmaydigan qilib beg'ubor hazillardan faqat foydalanishimiz mumkin.